Assalamu alaykum qarindoshlar, Terminal kanaliga xush keldinglar. Aldı bilan hozirgacha Terminal kanalini qo'llab, yo'llaganlarimni hambarlab kelgan qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bundan keyinmi qo'llashni aymag'aysizlar. Bugun biz yangi bir ishni davomli odatga aylantirishning usuli haqidagi bir tadqiqot bilan tanishib chiqamiz. Qaysi ishni qilsam davomlashtira olmayapman deb o'ylagan vaqtlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki ertadan boshlab kunda sahar turib badan chiniqtiraman. Ertadan boshlab kasbimni o'rganaman. Ertadan boshlab tatlı yemeklarni kontrol qilaman degandek niyatlarni ko'nglimizga pukib, shunday qilishni boshlab boqamiz-yu, uzoqqa davomlashtira olmay qolamiz. Gerçi dastlabda tulib toshgan ishonch bilan boshlasak-mu, lekin vaqtning o'tishiga ergishib, davomlashtirish tez kelib, odatga aylantira olmay qolamiz. Albatta, izchil davomlashtirish deganni eg'izda aytmoq oson, amaliyot qilmoq tez. Bu yerda bir gap esim keldi. Oldin haftada Norvegiyadagi psixologiya kasbida o'qigan Marbiya ismli qizning Instagramida odatlanishga munosabatlik bir qisqa yozmani ko'rib qoldim. Uni o'z biti o'qib beray. Kunib qolgan yomon odatni qilaverish xuddi do'ngdan tushganga o'xshash kuchlab qilmaydi. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib bizni o'rlashtirib qo'ydi. Yangi odat xuddi do'ngga yamashqandek kuchlab qildi va vaqtning o'tishiga ergishib bizni kuchlantirdi. Bu so'z intayin to'g'ri aytilgan. Agar yangi yaxshi odatni yetildirish oson bo'lgan bo'lsa, hammamiz shu nishonlarimizga allabirun yetib bo'lgan bo'lardik. Endi gapni bugungi mazmunga o'tkaylik. Qanday qilganda yangi odatni davomlashtirib elib mang'il bo'ldi? Burunqi ma'lumotlardan qaraganda, yangi bir odatni 50% kishi bir oy davomlashtira olgan. Aran 8% kishi bir yilgacha davomlashtira olgan. Bugun tunishmoqchi bo'lgan bu tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, tadqiqotchilar yaxshi odatni davomlashtirishning siri nima ekanligini aniqlash uchun 2 yil tadqiqot olib borgan. Ular yangi odatni davomlashtirishni xohlaydigan 500 kishini bu tadqiqotga taklif qilgan. Bu yangi odatlar har xil ekan. Masalan, kundalik mashq davomlashtirish, kunda jiqroq suv ichishni odatga aylantirish degandek. Qatnashuvchilardan odatlanishga yordam berdi deb qaralgan 23 usuldan birini ishlatish talab qilingan. Bu usullar odatga aylantira olganda o'zni mukofotlash, o'zining planini har kuni o'xshash vaqtda tekshirish degandek turlarni o'z ichiga olgan. Ondan ular bir oydan keyin ularning ilgirlash holatini tekshirgan. Oxirida ular 5 tema bo'yicha 1256 anketni analiz qilgan. Natijada bu 23 usulning ichida bir usul ko'rinarlik unum yaratgan. Eng yaxshi unum ko'rsatgani odatni aks ettirish bo'lib chiqqan. Buni men o'zining burungi harakatini analiz qilib, odatlanish jarayonida unumga erishgan usulni hozirgi holatga moslashtirib ishlatish deb tushundim. Tadqiqotchilar bu usulni shu shaxsning tarixiy va tajribalariga asosan barliq kelgachga nihoyat kuchli qurol deb aytgan. Bu yerdagi odatni aks ettirishning 3 qadam bosqichi bor ekan. Birinchi, o'tmishdagi biror yaxshi ishni odatga aylantirishda muvaffaqiyat qozongan ahvolni o'ylash. Ikkinchi, shu yaxshi ishga odatlanishda ishlatgan texnika va usullarni yozib chiqish. Uchinchi, yangi odatga qarta bu texnika va usullardan qanday foydalanish haqida qisqacha yozmacha plan tuzish. Tadqiqotda bu usulni qo'llanganlar boshqalarga selishtirganda yangi odatni har haftada 0.7 qitim ko'p o'rinlay olgan. Ham bu usulning unumi ikkinchi o'rindagi usuldan 140% yuqori bo'lgan. Undan boshqa bu usulni qo'llanganlar o'zining ilgirlash ahvolidan noytaroz bo'lgan. Tadqiqotda yana moda bo'lgan odatlanish usullarining unumi ancha yuqori bo'lmagan degan natija chiqqan. Masalan, odatlanish jarayonida o'zni mukofotlash, o'zining odatlanganligini tasavvur qilish, mashhur hikmatli so'zlar bilan o'zini ilhomlantirish degandek usullarning unumi odatni aks ettirish degan usuldek yuqori bo'lmagan. Menimcha bu tadqiqotning eng muhim nuqtasi shuki, o'z planingizni ishga oshirishda
o'tmishda odatga aylantira olgan ishingizni yaxshi analiz qilib, shu chog'dagi tajribangizni ishlating. Boshqalar yaxshikan deb maqtagan usulning sizga dalma-dal mos kelib ketishini atayin. O'zingizni eng yaxshi tushunadigan va analiz qila oladigan odam yanada o'zingiz. Shunga o'zingizning harakatini analiz qilish, o'z tajribalaringizni yakunlash muhim demakchi. Albatta, bu usulni sinab beqishga arziydi. Bu maqolani men o'tgan haftada o'qigan bo'lg'achqa, bu usulni sinab baqmadim. Lekin men o'zimga mos kelgan odatlanish usullarini ishlatib kelyapman deb o'ylayman. Men bir alayda kishi emas. Shundoq bo'lsa-mu, men sizlarga bir konkretroq bo'lish uchun o'zimning odatlanish usulini misol qilay. Men kundalik ishlarimni to-do list, ya'ni qiladigan ishlar tizimligi turg'izib olib, birdan qilishga odatlangan. Odatda har kuni oqshom yetishdan burun yoki ertasi saharda bir kunlik qilgan ishlarning tizimligini kichik qog'ozga yozib olaman. Anda ularni shu bir kun ichida qilib tugatishga tirishaman. Qilib bo'lgan ishlarimni tizimlikdan sizib etaman. Tizimlikdagi ishlarning 60-70%ni tugata olsam, o'zimdan rozi bo'laman. Agar yangi bir odatni shu kunlik faoliyatimga qo'shmoqchi bo'lsam, shuni oldi bilan qilib tugatib o'taman. Chunki uni keyinga qo'ygan sari irodamning susab ketishi sababidan uni qila olmay qolishini ansirayman. Bu usulni ko'p yil davomlashtirdim. Buni o'zimga eng mos kelgan usul deb qarayman. Lekin bu usulning hammalarga mos kelib ketishini tayin. Masalan, yangi odatni keyinga tizg'inlan bo'lishi mumkin. Chunki oldi bilan o'zini yetarlik qizitib olib, ondan qilaman deydiganlar bor. Shuningga o'xshash, hammamizning o'zimizga tushliq odat yetildirish usuli bo'lishi mumkin. Shuna qilib, bu tadqiqotdan chiqqan xulosa shuki, o'zingizning harakatini analiz qilib, o'zingizning ilgari eng yaxshi unumga erishgan usulingizni yangi ishlarga odatlanishga ishlating. Shunda qilsangiz, yangi odatlarni uzoq davomlashtirib, ko'ni odatga aylantirg'ili bo'ldi, degan gapkan. Agar bu mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, barmoq belgisini besib, qo'llab, tarqitib qo'yarsiz. Boshqalarmi foydalanib qolsa ajab emas. Rahmat.